Assalomu alaykum aziz Milliy Show obunachilarimiz. 32-chi ulkan katta turga super sovg'alar bilan, nerealli super sovg'alar bilan startni beryapmiz. Videoni oxirigacha ko'rmasangiz xafa bo'lib qolishingiz mumkin. Nimaga men eshitmadim deb o'zingiz xafa bo'lingda, keyin bizdan xafa bo'lib o'tirmang. Demak, sovg'alar bilan tanishtirishni boshlayman. Asosiy sovg'alarimizda O'zbekistondan topshiriladi hamma mashinamiz 5 dona Gentra mashinalari azizlar. Bundan tashqari esa xalqimizning sevimli mashinalaridan bo'lgan 5 dona Cobalt mashinasi. Keyingi toychoqlarimiz esa O'zbekistonimizda baribir ko'pchilik yaxshi ko'rib mingan mashinasi Nexia 3 mashinasi azizlar. 5 dona Nexia 3 katta abzorchalari. Demak, undan tashqari esa 5 dona Spark ham bor, 20 dona mashina bo'ldi. 20 dona 32-turga. Bu hali hammasi emas. Demak, 50 million so'm jackpotdan 1 dona, 40 million so'm jackpotdan 2 dona, 30 million so'm jackpotdan 3 dona, 20 million so'm jackpotdan 5 dona va 10 million so'm jackpotdan 10 dona. 21 dona jackpot, 20 dona mashina bo'ldi. To'g'ri kelmay qoldi-ya. To'xtanglar, sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Hoppa! 21-avtomobilimiz. O'zbekistonimizni nima edi? Giganti, ajdarhosi, Godzillasi desak ham bo'laveradi. Super mashina, 21-mashinamiz 32-turga Chevrolet Tahoe mashinasi aka-uka, opa-singillar. 32-turga xudo xolasa qo'yib yubordik. 20 dona hali 5 Cobalt, 5 Nexia 3, 5 dona Gentra, 5 dona Spark, Tahoe, jackpotlar hammasi bitta o'yinda o'ynaladi. Ya'ni bo'lib o'ynalmaydi, bitta o'yinda ketadi. Hammangizga chin yurakdan omad tilayman azizlar. Ma'lumotlar kerak bo'lsa, bilet olmoqchi bo'lsangiz, qatnashmoqchi bo'lsangiz, ekranda nomerimiz bor. 7 962 360 2000 ga Telegramdan yozing. Aka, hozir oldim, ichini bitta ko'rib oling buni. Bu ajdarxoni, buni nerealni narsada bu. Voy. Bir ikkita oila qo'ni qo'shnilar bilan ko'chani boshigacha ham minib olsangiz bo'ladi bu mashinaning ichiga, bormi? Super mashina. Gap yo'q. Demak, bu 7 o'rindiqli azizlar. Oldi tomonidan ham bitta ko'rsatib boramiz. Oldi tomonidan mana qumlarda minib ko'rsataman hozir, haydab ko'rsataman va pishshi. Demak,
aynan shu toychoqlarni o'zi bilet qancha gap aylantirurmagin, cho'zurmagin deb so'raydigan sabrsiz podpischilarimiz ham bor. Sabrli bo'ling. Sabrni yaxshi ko'radi yaratuvchimiz. Demak, Rossiyada bo'lsangiz 3000 rubl, O'zbekistonda bo'lsangiz 450 ming so'm, Qozog'istonda bo'lsangiz 19 ming tanga. Tahoe 5 dona Gentra, 5 dona Cobalt, 5 dona Nexia 3, 5 dona Spark, 21 dona Jackpot. 21 dona mashina. Sizlar uchun do'stlar, pastda nomerga yozing, joylarni hozirdan band qilishni boshlang. Men xarid qila olmay qoldim-ku degan bahonalar o'tmaydi. Keyingi tur boshqacha bo'lib ketishi mumkin, lekin bundagi sovg'alar nerealniy, YouTube tarixida bo'lmagan menimcha. 21 mashina, 21 dona jackpot. Haligi boshqa kanallarda ham ko'rishimiz mumkin. 100 ta 200 talab mashina qo'yib yotishdi, lekin bitta o'yinda o'ynalmaydi. Bu bitta o'yinda o'ynaladi. Tahoe ham 20 dona mashina ham, ya'ni umumiy 21 mashina, 21 dona jackpot. Ya'ni 42 dona super sovg'a. Undan ham tashqari mayda pul yutuqlarimiz bor. Qarang, yirtib tashlaymiz, xudo xolasa. Yozing, hammangizga omadli bo'lsin. Qanday mayda pul yutuqlari borligi, hammaligini 7962 360 20 ga Milliy Show kanalimizga yozsangiz, batafsil tushuntiramiz. Omadingizni bersin. Endi bitta obzori ketadi akalar. Abdushi omad sizlarga. Hamma yigitman deganga nasib qilsin shu mashinalar.